Qo'ying uka mana shu yerga. Endi buni lentaga olamiz endi bu videoni iloji yo'q. Sababi qaranglar akalar. Mana nima bo'lganini Xudo xolisa sezdinglar. Mana klapan kuygan. Mashina 70 ming kilometr yurgan Gentra. Bizga kelguncha mashinaning egasini ancha o'ylantirib qo'yishgan, klapan kuymagan. Ishlashi hamma yo'g'i yaxshi, galovka ochilmaydi, klapan qilinmaydi degan. To'g'risi biz ham zo'rg'a unatdik akamizni galovkada. Galovkani ochmaguncha pul sarflata olmaymiz deb majbur ochdik. Xudo xolasa hozir turib tursin galovka. Mana shu Gentramizda. Birinchi ochilishi, birinchi remont. Endi hamma usta har xil diagnostika qiladi. Bizga kelguncha zaslonka, paslonka hamma yo'qda qildirgan. Motorda nomiga qaltirash bor mana. Lekin 100% qiladi. Biz ham ochguncha bo'ldi-ku. Biz ham ochguncha. Uka ish qilib galovkadan chiqamiz. Anami, kuyganmi, kuymaganmi deb ancha bir yarim soat, 40 minut mashina egasi bilan gaplashdik. Aka, men aytdim, galovkani ochib, galovkani ko'rmaguncha. Men sizga mushti, svicha, provoda, zaslonka, programma, buy qilib gazli robka qildira olmayman. Pul sarflata olmayman. Galovkani ochamiz, galovkani qilib bosib yurgizamiz. Agar ashundan keyin mashinaga qaltirasa, keyin boshqa sistemadan istaymiz. Allohga tavakkal, galovka ko'taramiz aka, degandim, rozi bo'ldi. Ochdi, mana Alloh xohlagan ekan qilapti. Shuning uchun akalar, ustaxonalarga mashina borsa, endi hamma ustada ham emas, ayrimlarida bo'lyapti. Shu galopkadan bo'lishi ham mumkin deb qo'ysanglar, manaqa holat ham chiqib qoladi. Kuzatishda davom etinglar. Mashinamiz atiga 70 ming kilometr yurgan Gentra. Bir qo'l minilgan mashina. Sog' bo'linglar, like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin.